İki xonali novostroykamiz yangi remont mebel texnikasi bilan Yunusobod 18-kvartal shunda Manzur to'yxonani o'rniga qurilgan shu novostroykamiz g'ishli imoratdan 54 kvadrat mebel texnika videoda nima ko'rsangiz hammasi qoladi. Egalari 70 ming AQSh dollarida so'rashyapti, sunnatli kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlarini opsiyada qoldiraman, aloqaga chiqamiz, birgalikda uyga ko'ramiz. Asosiy eshikdan kirganimizda bizning prixoshkamizni kutib oladi. Bu tarafimiz prixoji mebel stroyini qilingan, mana takoy pexli. Konditsionerlarimiz Hoffman qora rang, interyerligi juda ham mos. Keling, bu tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda hamon to'liq sanuzelimiz birlashgan holatda. Bu tarafga kiradigan bo'lsa, biz spalniyaga kiramiz. Spalniya garnituri полностью shu xonani razmeriga yasatilgan televizor. Prosta idish to'g'ri kiyim-kechak bilan kirib yashaydigan. Keling, bu to'g'rimizda oshxona. Stroyni kuxona garnituri, kapuchino ranglarda, xolodilniklari bor. Bio mebelli ichiga kir mashina ham mana kiritilgan. Mexanizmlar ham turetskida begalari rasm maqtadilar. Kartinalar bor, o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Keling, endi zalga kiramiz. Zalimiz undan ham chiroyli. Mehmon kutadigan xonamiz zal bo'ladi. Zalimiz ham juda ham katta, chiroyli, yumshoq, yursangiz mazza qilasiz mana shu gelamlarda. Xullas, tayyor kirib yashaydigan uy. Narxi 70 ming, shoshilib tezda aloqaga chiqasiz. Telefon raqamlari opsiyada.